Oyog'imiz ostidagi o'zi arzon, qiymati qimmat o'simlik Rastoropsha haqida ma'lumot beraman. Virusli gepatit, alkogoldan zaharlanish, jigarni yog' bosishi, jigar sirrozi, jigar yallig'lanishi kabi kasalliklarning tabiiy davosi bo'lmish Rastoropsha jigar orqali qonni ham yaxshi tozalaydi. Tarkibidagi silimarin moddasi bilan jigar to'qimalarini qayta tiklash xususiyatiga ega. Oq karrak, xushqo'nmas deb ham nomlanuvchi bu xazina vitaminlar kompleksi hisoblanadi. Tabobatda asosan urug'lar ishlatiladi. Jigar kasalliklarining xavflilik darajasiga qarab urug'ining damlamasi, kukuni, asalli qorishmasi bo'tqasidan foydalanish mumkin. Rastoropshaning 1 choy qoshiq urug' kukunini sharbatlarga, sutga, salatlarga qo'shib muntazam iste'mol qilib turish mumkin. Damlamasini tayyorlash uchun esa 1 osh qoshiq urug'ini 200 gram qaynoq suvda 2-3 soat damlab, 2 mahal ovqatdan oldin ichiladi. Bu ichimlik immunitetni ko'tarib, safro chiqishini ham kuchaytiradi. Tabiatni seving, tabobat bilan davolanishni o'rganing. Menga obuna bo'lishni esa unutmang.